Inson dunyoda qancha umr ko'rmasin, oxir oqibat Allohning huzuriga qaytadi. O'sha kuni har bir inson qilgan amallariga javob beradi. Qur'oni Karimda Alloh taolo jannatni itoatkor bandalar uchun mukofot, jahannamni esa kufr va gunoh yo'lini tanlaganlar uchun jazo maskani sifatida zikr qiladi. Alloh taolo marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va oilangizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lgan olovdan saqlanglar. Tahrim surasi 6-oyat mazmuni. Bu oyat jahannamning haq ekanini va undan saqlanish har bir mu'minning vazifasi ekanini eslatadi. Qur'onda jahannamning bir necha nomlari zikr qilingan. Masalan, jahannam, saqor, lazo, utoma. Bu nomlar Qur'onda uchraydi, ammo ularning barchasi alohida yoki boshqa daraja ekani haqida qat'iy xulosa chiqarilmaydi. Shuning uchun Qur'onda aniq kelmagan tafsilotlarni haqiqat sifatida aytmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jahannam olovi haqida shunday deganlar: sizlar yoqadigan dunyo olovi jahannam olovining 70dan bir qismidir. Sahobalar: ey Allohning rasuli, dunyo olovining o'zi ham yetarli-ku dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: jahannam olovi undan yana 69 barobar kuchliroqdir. Bu sahih hadis Al-Buxoriy va sahih Muslimda rivoyat qilingan. Bu hadis bizni qo'rqitish uchungina emas, balki gunohlardan qaytarish va tavbaga undash uchundir. Shu bilan birga musulmon umidsiz bo'lmasligi kerak. Alloh taolo Qur'onda o'zini G'afurur Rahim, kechiruvchi va rahimli zot deb tanitadi. Tavba eshigi inson tirik ekani ochiqdir. Shuning uchun mu'minning hayoti ikki narsa o'rtasida bo'ladi: Allohning azobidan qo'rqish, Allohning rahmatidan umid qilish. Mana shu muvozanat insonni to'g'ri yo'lda ushlab turadi. Jahannamning darvozalari va u yerga kimlar kiradi? Jahannam haqida Qur'oni Karimda ko'plab oyatlar nozil qilingan. Alloh taolo insonlarni qo'rqitish uchun emas, balki ularni to'g'ri yo'lga qaytarish uchun bu haqiqatlarni bayon qiladi. Qur'onda Alloh taolo shunday marhamat qiladi: albatta, jahannam ularning barchasi uchun va'da qilingan joydir. Uning 7 ta darvozasi bor. Har bir darvoza uchun ulardan bir guruh ajratilgandir. Hijr surasi 43 va 44-oyatlar. Qur'on jahannamning 7 darvozasi borligini aniq bildiradi. Ammo bu darvozalarning nomlari yoki ular qanday taqsimlangani haqida Qur'on va sahih hadislarda batafsil ma'lumot berilmagan. Shuning uchun bunday tafsilotlarni haqiqat sifatida aytmaymiz. Alloh taolo yana shunday deydi: kim Alloh va uning rasuliga itoat etsa, uni bog'lari ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kiradi. Kim yuz o'girsa, uni alamli azob bilan azoblaydi. Bu oyat mu'minga muhim saboq beradi. Najotning yo'li Allohga va rasuliga itoat qilishdir. Qur'onda yana shirk eng katta gunoh ekani bayon qilingan. Albatta, Alloh o'ziga shirk keltirishini kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni esa o'zi xohlagan kishiga kechiradi. Shu bilan birga tavba qilgan inson uchun Allohning rahmati kengdir. Inson tirik ekan, chin dildan tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qilishi mumkin. Rasululloh bizni jahannamdan saqlanishga da'vat qilib shunday deganlar: yarimta xurmo bilan bo'lsa ham o'zingizni do'zaxdan saqlang. Agar uni ham topa olmasangiz, yaxshi so'z bilan saqlaning. Bu hadis sahih Al-Buxoriy va sahih Muslimda rivoyat qilingan. Demak, Alloh huzurida kichik ko'ringan yaxshilik ham qadrli bo'lishi mumkin. Bir ezgu so'z, bir sadaqa yoki samimiy tavba insonning najotiga sabab bo'lishi mumkin. Jahannamning eng dahshatli jihatlaridan biri uning olovidir. Ammo bu olov dunyodagi olovga o'xshamaydi. Rasululloh shunday dedilar: sizlar yoqadigan dunyo olovi jahannam olovining 70dan bir qismidir. Sahobalar: ey Allohning rasuli, dunyo olovining o'zi ham yetarli-ku dedilar. Shunda Rasululloh: u undan yana 69 barobar kuchliroq. Bu sahih Al-Buxoriy va sahih Muslimda rivoyat qilingan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: bas, yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lgan olovdan saqlaning. Baqara surasi 24-oyat. Yana boshqa oyatda: har safar ularning terilari kuyib bitgach, azobni totishlari uchun o'rniga boshqa terilarni almashtiramiz. Niso surasi 56-oyat. Bu oyat Allohning adolatini va oxirat azobini haqiqatini eslatadi. Shu bilan birga mu'min inson faqat qo'rquv bilan yashamasligi kerak. Alloh taolo rahmati keng zotdir va tavba qilgan bandalarni kechirishi mumkin. Rasululloh shunday dedilar: kim Allohdan 3 marta jannatni so'rasa, jannat ey Alloh, uni jannatga kirg'iz deydi. Kim Allohdan 3 marta jahannamdan panoh so'rasa, jahannam ey Alloh, uni mendan asra deydi. Bu hadis Jami at-Tirmiziydan rivoyat qilingan va muhaddislar tomonidan hasan deb baholangan. Shu
Shuning uchun har kuni Allohdan jannatni so'rash va jahannamdan panoh tilash mu'minning odatlaridan bo'lishi kerak. Qur'oni Karim jahannam haqida so'z yuritar ekan, u yerdagi azob faqat olov bilangina cheklanmasligini ham bayon qiladi. Alloh taolo jahannam ahlining taomi va ichimligi haqida ham xabar bergan. Alloh taolo marhamat qiladi. Albatta, zakkum daraxtli gunohlarning taomidir. U eritilgan mis kabi qorinlarda qaynaydi. Duxon surasi 43 va 46-oyatlar. Qur'onda yana shunday deyiladi: bu yaxshimi yoki zakkum daraxtimi? Albatta biz uni zolimlar uchun sinov qildik. 62 va 63-oyatlar Saffot surasi. Zakkum Qur'onda zikr qilingan jahannamdagi daraxtdir. Uning qanday ko'rinishda ekani haqida Qur'on va sahih hadislarda batafsil tafsir berilmagan. Shuning uchun bu borada turli asossiz rivoyatlar haqida sifatida aytmaymiz. Ichimlik haqida esa Alloh taolo shunday marhamat qiladi: agar yordam so'rasalar, eritilgan metallga o'xshash yuzlarini kuydiradigan suv bilan yordam berilur. Yana boshqa oyatda unga yering aralash suyuqlik ichiriladi, uni yutishga urinadi, ammo zo'rg'a yutadi. Bu oyatlar mu'minlarni gunohdan qaytarish va oxiratni unutmaslikka chaqiradi. Ammo Allohning rahmati ham juda kengdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Alloh kechasi gunoh qilgan kishi tavba qilishi uchun kunduzi o'z qo'lini yoyadi. Kunduzi gunoh qilgan kishi tavba qilishi uchun esa kechasi o'z qo'lini yoyadi. Bu hadis sahih Muslimda rivoyat qilingan. Demak, inson tirik ekan tavba eshigi ochiq. Allohga chin dildan qaytgan banda uning rahmatidan umidini uzmasligi kerak. Jahannam oddiy bir joy emas. U Alloh taoloning adolati namoyon bo'ladigan maskanda. Uni hech kim boshqarmaydi. Faqat Allohning amriga itoat qiluvchi farishtalar qo'riqlaydi. Qur'onda Alloh taolo jahannam ustida o'ta kuchli va qattiqqo'l farishtalar borligini xabar beradi. Ular Allohning biror amriga qarshi chiqmaydi va faqat buyurilgan ishni bajaradilar. Jahannamning bosh qo'riqchisi Malik ismli farishtadir. Qur'onda jahannam ahli bir kuni unga murojaat qilib: "Ey Malik, Parvardigoring bizni o'ldirib qo'ysin" deb yolvorishlarini zikr qilinadi. Ammo ularga najot yo'qligini bildiriladi. Chunki dunyoda haqiqat ularga yetgan bo'lsa-da, uni rad etgan edilar. Rasululloh bizni jahannamni yengil sanamaslikka chaqirganlar. U zot aytganlar: kim bor bir yaxshilik qilishga qodir bo'lsa, uni kichik deb bilmasin. Chunki ba'zan kichik bir ezgu amal ham Allohning rahmati bilan insonning najotiga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, mu'min inson gunoh qilsa ham umidsizlikka tushmasligi kerak. Alloh tavba qilgan bandalarni kechirguvchi zotdir. Shu sababli musulmonning qalbida doimo ikki narsa bo'ladi: Allohning azobidan qo'rquv va Allohning rahmatidan umid. Jahannam haqidagi oyat va hadislarning maqsadi insonni umidsizlikka tushirish emas. Ularning maqsadi insonni uyg'otish, tavbaga chaqirish va Allohga yaqinlashtirishdir. Jahannam haqida o'ylaganda inson qalbiga qo'rquv tushadi, chunki u oddiy olov emas, balki Alloh gunohkorlarni ogohlantirish uchun tayyorlagan azob maskanidir. Rasululloh bir kun sahobalari bilan o'tirganlarida osmondan juda qattiq gumburlagan ovoz eshitildi. Sahobalar hayron bo'lishdi. Shunda Rasululloh bu ovoz uzoq vaqt oldin jahannamga tashlangan bir toshning jahannam tubiga yetib borganini ovozi ekanini aytdilar. Bu voqea sahih Muslimda rivoyat qilingan. Bu hadis jahannamning dahshatini va uning naqadar ulkan ekanini anglatadi. Yana sahih hadislarda Rasululloh qiyomat kuni jahannam keltirilishi haqida xabar berganlar. Uni juda ko'p farishtalar tortib kelishadi. O'sha manzarani ko'rgan insonlar oxiratning haq ekanini to'liq anglaydilar. Shu kuni har bir inson o'z amallari haqida o'ylaydi. Dunyoda qilgan yaxshiliklari va gunohlari ko'z oldiga keladi. Ammo tavba qilish va amal qilish vaqti tugagan bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh mu'minlarni bu dunyoda ko'proq istig'for aytishga, namozni asrashga, halol yashashga va Allohdan jahannamdan panoh so'rashga va da'vat qilganlar. Jahannam haqidagi ogohlantirishlarning maqsadi insonni umidsizlikka tushirish emas, balki hali imkon bor paytda tavba qilishga undashdir. Allohning rahmati juda keng. Kim chin qalbdan unga qaytsa, uning mag'firatidan umid qilishi kerak. Qiyomat kuni insoniyat tarixidagi eng dahshatli kun bo'ladi. O'sha kuni hech kim boyligi, mansabi yoki qudrati bilan o'zini qutqara olmaydi. Har bir inson faqat o'z amali bilan yolg'iz qoladi. Qur'onda Alloh taolo qiyomat kuni jahannam insonlar oldiga keltirilishini xabar beradi. O'sha manzarani ko'rgan insonlar dunyoda qilgan amallarini eslay boshlaydilar, ammo u paytda pushaymonlikning foydasi qolmaydi. Rasululloh sahih hadisda aytganlar: qiyomat kuni jahannam juda ko'p farishtalar tomonidan tortib keltiriladi. Bu manzara barcha maxluqlarni dahshatga soladi. O'sha kuni har bir inson o'ziga: men oxiratim uchun nima tayyorladim
degan savolni beradi. Mu'minlar esa Allohning rahmatidan umid qiladilar, chunki ular dunyoda imkon qadar ibodat qilib gunohlaridan tavba qilishga harakat qilgan bo'ladilar. Rasululloh bizni tez-tez Allohdan jannatni so'rashga va jahannamdan panoh tilashga da'vat qilganlar, chunki insonni oxiratda qutqaradigan eng katta narsa Allohning rahmatidir. Shuning uchun bugun hali imkon bor ekan, namozni asrash, ota-onaga yaxshilik qilish, halol rizq topish, odamlarga ozor bermaslik va doimo tavba qilish har bir musulmon uchun eng muhim vazifalardandir. Jahannam haqidagi ogohlantirishlar qo'rqitish uchun emas, balki insonni uyg'otish va uni Allohning rahmatiga yetaklash uchundir. Jahannam haqida eshitgan insonning qalbiga qo'rquv tushadi, lekin mu'min faqat qo'rquv bilan yashamaydi. U Allohning cheksiz rahmatidan ham umid qiladi. Qur'on va sahih hadislarda Allohning rahmati g'azabidan ustun ekani haqida xabar berilgan. Shuning uchun chin dildan tavba qilgan, iymonini saqlagan va solih amallarini qilgan bandalar Allohning izni bilan najot topadilar. Rasululloh mu'minlarni doimo istig'for aytishga undaganlar. Chunki har bir inson xato qiladi, ammo eng yaxshilari tavba qilib Allohga qaytganlaridandir. Shuningdek, Rasululloh insonlarni namozni asrashga, ota-onaga yaxshilik qilishga, halol rizq topishga, sadaqa berishga va odamlarga yaxshilik qilishga chaqirganlar. Bu amallar Allohning rahmatiga sabab bo'ladigan buyuk ibodatlardandir. Lekin hech kim o'z amallariga ishonib qolmasligi kerak. Rasululloh hatto hech kim faqat amali bilan jannatga kira olmaydi, Allohning rahmati bo'lmasa men ham kira olmayman deganlar. Bu hadis sahih Al-Buxoriy va sahih Muslimda rivoyat qilingan. Bu bizga juda katta saboq beradi. Yaxshi amallar qilish kerak, lekin najotni Allohning rahmatidan kutish lozim. Bugun bizda hali imkon bor. Nafas olayotgan har bir inson uchun tavba eshigi ochiq. Allohga chin qalb bilan qaytgan bandani u kechirishi mumkin. Shunday ekan, har bir kunimizni oxiratni eslab yashaylik, Allohdan jannatni so'raylik va jahannamdan panoh tilaylik. Qiyomat kuni hisob-kitob tugagach insoniyatni yana bir ulkan sinov kutadi. Sahih hadislarda xabar berilishicha, jahannam ustiga Sirot ko'prigi quriladi. Bu ko'prikdan barcha insonlar o'tadi, ammo ularning o'tishi bir xil bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: ayrim mu'minlar chaqmoq tezligida, ayrimlari shamoldek, ayrimlari tez chopayotgan otdek, boshqalari esa yugurib yoki yurib o'tadilar. Bu ularning dunyodagi iymoni va amallariga bog'liq bo'ladi. Sahih hadislarda yana aytilishicha, Sirot ustida ilgaklar va changallar bo'ladi. Allohning amri bilan ular ayrim insonlarni ushlab qoladi. Kimdir omon o'tadi, kimdir jarohatlanadi, yana kimdir yiqilib jahannamga tushadi. O'sha kuni hech kim boshqasiga yordam bera olmaydi. Har bir insonning qalbida faqat bitta o'y bo'ladi: ey Alloh, menga najot ber. Rasululloh ham shu manzarani eslatib, mu'minlarni dunyoda ko'proq ibodat qilishga, gunohlardan tiyilishga va Allohdan doimo najot so'rashga da'vat qilganlar. Bu voqealar bizni umidsizlikka emas, balki tavbaga, iymonini mustahkamlashga va solih amallarni ko'paytirishga undaydi. Chunki Allohning rahmati bilan inson eng og'ir sinovlardan ham omon o'tishi mumkin. Shu vaqtgacha biz Qur'on va sahih hadislarda bayon qilingan jahannam haqidagi haqiqatlar bilan tanishdik. Bu ogohlantirishlarning maqsadi inson umidsizlikka tushirish emas, balki uni Allohga qaytarishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlari davomida ummatlarini doimo tavbaga, namozni asrashga, halol rizq topishga, ota-onaga yaxshilik qilishga va odamlarga ozor bermaslikka chaqirdilar. Inson gunoh qilishi mumkin, ammo eng katta xato gunohdan keyin tavba qilmaslik va Allohning rahmatidan umid uzishdir. Sahih hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning rahmati juda keng ekanini va u tavba qilgan bandalarni kechirishni xabar berganlar. Shuning uchun mu'minning hayoti 3 narsaga tayanadi: Allohga mustahkam iymon, solih amallarni ko'paytirish, gunoh qilganda darhol tavba qilish, har kuni o'qilgan namoz, samimiy duo, Qur'on tilovati, ota-onaga yaxshilik, halol mehnat, sadaqa va insonlarga ezgulik qilish. Bularning barchasi Allohning rahmatiga sabab bo'ladigan amallardir. Oxirat kuni insonni qutqaradigan eng katta ne'mat esa Allohning rahmati bo'ladi. Shuning uchun har bir musulmon doimo: ey Alloh, meni o'z rahmating bilan jannatingga kirg'iz va jahannam azobidan asra deb duo qilib yurishi lozim. Aziz birodarlar va opa-singillar, bugun nafas olayotgan ekanmiz, tavba qilish va o'zimizni isloh qilish uchun imkon bor. Ertangi kun bizga kafolatlanmagan. Alloh taolo barchamizni gunohlarimizni mag'firat qilgan, tavbalarimizni qabul qilgan va o'z rahmati bilan jannatga kiritadigan bandalardan qilsin. Amin. Bu ma'lumotlarni sizga manfaat teggan bo'lsa, biz juda xursandmiz. Keyingi video nima haqida bo'lsin yoki kim haqida bo'lsin, o'z izohingizni kommentariyada yozib keting va obuna bo'lishni esdan chiqarmang.